Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Oltiariqdagi ishimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. O'zingizlar bir ko'rib baho beringlar. Hozir qo'ldan kelgancha sizlarga obzor qilib beraman. Bo'lmasa biz obzorimizni boshladik. Bu tarafimiz ko'cha tomonimiz, tashqari tomon, uydan chiqish, darvozadan chiqish tomonimiz. Bu joyimiz 90 graduslik. Bu tomonimiz shapkamiz. Oqqa mokri ranglarimizni ishlatganmiz. Bu tomonimizda bajarniy xodlarimiz bor. Bir dona, ikki dona. Chiroyli holatda qilib berdik. Endi men bloger emasman, lekin qo'ldan kelgancha obzor qilib beramiz endi qilgan ishimizni. Bu joyimiz darvozadan chiqqan tomonimiz, chiqishga ko'cha tomonimiz shunaqa holatda. Odatda kichkina oyna rombi bo'ladi. Hozir bu yerda katta oyna rombi qo'yib berganmiz. Darvozadan kirish holati. Darvoza xonamiz 570 ga 21 metr bo'lgan. Endi fasonimizni tunakada ko'rinish varianti. Bu joyimiz 21 metr joyimizga ikkita 2,5 metrlik kosmosimizdan ikkita qo'yib berganmiz. Bu darvoza xonamizni bolachig'i. Bu joyimizga 2 metrlik kosmosdan bir dona qo'yib berganmiz. Ishimizni o'zingizlar ko'rib baho bera olasizlar. Tunakafon eng arzoni bizda kanalini kuzatib bormoqdasiz hozir. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Tunakafonimiz eng qiziqarli joyi bugungi kunda 2025-yilda 120 mingdan 140 ming so'mgacha hamma yo'q ichida qilib beryapmiz. Vodiy bo'ylab. Vodiydan tashqari vohalarga chiqsak, ozginacha balandroq bo'ladi. Summasi 5 ming 10 ming so'm. Bu joylarimiz ham o'stirma shapkalarimiz avvalgi holatda bo'lgan. Hammasi bo'lib shu tashqari tomon darvozaxona, o'stirma shapkalar, bu joy bo'lib hammasi bo'lib 633 kvadrat hisobda hisoblanyapti. 633 kvadrat chiqqan. Bu joyimiz ham bor, tunakadan bo'lgan, tunakafon bu joyim. Hovlidan kirganda orqa tomonimiz. Bu tomonlarimizdan kvadratimiz hisobida hisoblanadi.